Assalomu alaykum, xayrli kun, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Hozir sizlarga aynan nima uchun onlayn shogird ishi bo'lmasligi haqida qisqacha tushuntirib bermoqchiman va bu narsa sizlarga juda ham foydali bo'ladi. Nafaqat onlayn terapiya, balki shogirdlik ham ish bo'lmaydi, hamma narsani offlayn qilish kerak. Qisqacha tushuntirib beraman. Qaranglar, sizga xirurg keldi va xirurg aytyapti, analizni topshiring deyapti. Okey, analizni topshirdingiz, hamma narsani topshirdingiz, hamma narsa zo'r. Endi aytyaptiki, men sizni endi onlayn operatsiya qilaman deyapti. Ishonasizmi? Yo'q, ishonmaysiz, chunki onlayn operatsiya qilib bo'lmaydi. U yerda insonning sog'lig'i tikilgan. Terapiyalarda ham xuddi shunaqa narsa, sizni bu yerda sog'lig'ingiz, psixikangiz, somatikangiz tikilgan joyda hech qanaqasiga onlayn qilish ilojisi yo'q. Terapiyalarimga Jizzaxdan, Navoiydan, Gulistondan, Farg'onadan kelishadi. Ya'ni vaqt topib o'zligingizni ustida ishlashga harakat qilgan odam albatta kela oladi. Shuning uchun ham siz ham albatta offlayn kelishingizni taklif qilgan bo'ladi. Xo'p, keyin o'ziga yarasha yosh etaplari bo'ladi. Masalan, deylik, sizning yoshingiz tam, misol uchun meni yoshim 33 ta deylik. Mana 33 ta meni yoshim va 33 yosh bu hozirgi yoshim, lekin meni momoyimning ildizi tam 4-5 yoshga borib taqiladi. Juda ko'pchilikda 4-5 yoshga borib taqiladi. Endi ko'pchilik mommoni ildizi bilan ishlayman deydi. Mommoni ildizi bilan ishlash bu to'g'ri. Mommoni ildizi bilan ishlaydi, lekin mommo ildizdan keyin tomir ortadi va o'sha tomirlar bilan ishlash kerak. Men 33 yoshgacha bo'lgan yoshimda, misol uchun menda deylik 6 ta tomir ketgan. Misol uchun deylik 24 yoshimda, 22 yoshimda, 18, tam 16 va 10 yoshimda va shunga qarab, misol uchun va yosh shkalalariga qarab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 33 yoshimgacha 6 ta bo'lgan muammo yoshlari bilan men ishlashim kerak degani. Endi siz ham agarda xuddi shunaqa terapiyada ishlashni, to'g'ri odamlarga diagnoz qo'yishni, insonni somatik holatini to'g'ri refleksiya qilishni hamda uni to'g'ri analiz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta offlayn kelishingiz shart. Onlayn yo'q, chunki bu narsalarni vjivoy ko'rish kerak. Hamda bu yoshdagi muammolarni aniqlaganimizdan keyin har bir yoshda o'ziga yarasha somatik kasalliklar bo'lib o'tgan, o'ziga yarasha undagi refleks holatlar bo'lib o'tgan, ya'ni qanaqadir ta'sir hodisalari bo'lib o'tgan, ularni aniqlaganingizdan keyin ular bilan to'g'ri ishlash usulini ham bilishingiz kerak. Kimdir regress, kimdir proregress holatlariga tushishi mumkin. Biz u narsani bilmaymiz. Aynan o'sha narsani offlayn o'rganishingiz uchun va vjivoy ko'rishingiz uchun ham albatta offlayn kelib o'qishingiz shart. Turkiya, Qozog'iston, Rossiya, islomiy davlatlarda o'qib o'rgangan bilimlarimni uyg'unlashtirgan holatda, filtrlangan holatda, toza holatda beraman va sizni yutug'ingiz xarajat qilib, menga o'xshab $15,000 sarf qilib, chet ellarga chiqmasdan mendan o'rganib bemalol haqiqiy o'sha ta'lim vazirligi asosida tayyorlangan diplom sertifikatlarga ega bo'la olasiz, ya'ni bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Albatta yozilishingizni maslahat beraman. Siz ham kuchli gipnoterapevtni, faqat gipnoterapevt, psixoterapevt bo'lishni istasangiz va o'z ustingizda ishlasangiz, birinchi o'rinda o'zingiz uchun, oilangiz uchun, farzandlaringiz uchun ishlashni istasangiz, albatta shu sohani o'rganishingizni maslahat beraman. Yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Bu sohada nafaqat siz insonni reaksiya, ya'ni muammo omili bilan, balki inson somatik kasalliklari bilan ishlash, ya'ni klinik gipnoterapiyani ham bemalol o'rgana olasiz. Masalan, o'smir farzandi 3 yoshda yoshligida travma olgan va o'sha travma qo'rquv tufayli gapira olmaydi. Haligacha gapiradi, chala gapiradi, to'liq emas, hech qanaqa kasalligi yo'q, hamma joydan neurologik soppa-sog'. Keldim, Qozog'istondan bilimlarimni qo'lladim, soat obedda 2-3 atrofida ishladik va kechki soat 10-11 ga borib, bola уже adadimagan bola adalashni boshladi. Ya'ni demoqchimanki, o'qib o'rganganingizdan keyin, amaliyotda praktika qilib o'rganganingizdan keyin momentalni effektini birinchi o'rinda o'zingizda, farzandlaringizda ko'rasiz, hamda уже bu narsalarni bemalol boshqalar bilan ham o'ylasangiz bo'ladi, ya'ni daromad qilsangiz bo'ladi bemalol. Почему нет? Вот. Endi demoqchiman, siz ham mana shu darsga yozilganingizdan keyin oddiy bilim yoki hamma kabi bu men o'rgatayotgan bilimlar O'zbekistonda yo'q. Men bunga 100% javob bera olaman. Hech kim hali o'rgatmagan, hech kim qo'llamagan bilimlar va albatta olsangiz faqatgina yutuqda bo'lasiz.